Akamizdan hozir intervyu olamiz. Shu an ishlaydi. Aka hormang. Salomat bo'ling. Aka, bu Navoxonada sharoitlar haqida nima deysiz aka? Hozir kunda Hammasi zo'r, konkretniy. Sharoitlarga gap yo'q. oyliklar qana bo'lyapti aka? Maslahat berasizmi bu yerlarda ishlab ketish haqida? Maslahat beramiz endi. Qancha topsa bo'ladi aka bu o'rtacha ishlagan odam? O'rtacha kuniga 6000, 7000, 8000 gacha. O'rtacha ishlashga qarab, mehnatga qarab, to'g'rimi aka? Hozir eng kam o'sha 7000. 7000? Eng kam. Eng kam 7000 bo'lyapti azizlar. Baho berib berasizlar. Do'stimiz necha oydan beri ishlayapsiz? Martdan beri. Martdan beri ishlayapti. Xudo xolasa yaqinda 1 yil bo'ladi. Bahram akamdan ham intervyu olamiz. Yuring aka. Bahram aka, hormang aka. Salom alaykum. Charchamayapsizmi aka ishlar bilan? Xudo xohlasa. Aka, qalay bo'lyapti ishlar? Bo'ladi, shukr. Shu obunachilarimiz so'rayapti aka, shu ko'p savollar beryapti, o'shalardan ba'zi savollarga javob berishingizni iltimos qilib qolamiz. Xo'sh. Aytishyaptiki, 14 qop yopiladi, 13 qop, 12 qop non yopiladi deb video qilsak, ishonishmasdan aytayaptiki, iloji yo'q buni deyapti aka. O'sha negativlarga fikringizni bildirib qo'ying aka, bir og'iz gap bilan. Negativlarga endi fikrimiz oddiy, ishlab ko'rsanglar bilasizlar o'zingizlar. Mana siz necha yoshga kirdiz aka? Necha yoshga kirib mana o'zi yopyapsiz o'zi masalan aytib. 40 ta kirdik, mana 40 yoshdan beri, ya'ni 40 yoshdamiz, ishlayapmiz, 12 soat aka. ishlayapmiz. Akalar yo'q bo'lishlar. Hamma narsa yaxshi. Mana shu Bahram akamiz mana 40 ga kirgan bo'lsa, 40 ga kirib mana asha 13 qop, 14 qop nonlar mana shu yerda yurib o'zi mana yopyapti. Kerak bo'lsa, krugle sutka ishlagan kunlari ham bo'lgan. Namangandan kelgan akamiz o'zimizni Jaydar akaxon vodiyni bolasi, Novochilikda yoradi. Qo'lani ham oling, hozir bitta olamiz. Ko'ring aka, mashmana orqasida. Qalay bo'lyapti Novochiliklar aka? Boshqa sharoitlar qanaqa bo'lyapti aka? Fikrim zo'r. Fikri zo'r. Yaxshi ishlayapmiz. Yaxshi 12 qop, 13 qop, 14 qopgacha qilyapmiz. Yaxshi. Shunaqa. Oilalar qoplayaptimi axir? Oyliklar qoplayapti, ishlab turibmiz. Qachon endi aka Hammasi O'zbekistonga xudo xolasa qaytamiz? O'zbekistonga yanvarda, xudo xolasa. Yanvarda xudo xolasa to'yni qilamiz borib, uylanamiz. Yanvarda, xudo xolasa uylanamiz. O'rtog'imiz bo'ladi. Xudo xolasa yaqinda to'y bo'ladi. Birar yilda uylanadi xudo xolasa. Shunga harakat. Bandeshga qilib turinglar. Bandeshga qilib turinglar. Baxtliman do'stim. Baxtli bo'lasiz. Necha kilo suv quydiz bunga? Hozir 22 kiloyu 800 suv quyyapman bunga. 22 kilo 800. 22 kiloyu 800. Men kech payt quydim, 23 quydim-da bunga. Atash sizga 22 8 to'g'ri, rezanskiy unga. Bunga bir marta qildim, bo'shab qoldim unda. Xullas, bugun 18 ta xamir, 10 ta xamir qilgan bo'lsam, 11 xil bo'lib qoldi bugun. Un yangi keldi-da chunki, ana cho'ta o'xshamay qoldi. Xullas, shunaqa ishlar bo'lar ekan, bosib qo'ying. Siz qaysi apparat yaxshi, oshna bu? Bunisi yaxshimi yo bunisi yaxshimi? Eskisi. Menga bunisi qulayroq. Chunki bu yoqqa olib chiqib xamirni chiqarib olishga oson bo'ladi-da. Bu-chi? Keyin bo'lmaydi. Bu qattiqroq salali, misol 1 soat, 2 soatda ikkita uzishni boshlaydigan bo'lsam, bunda qilaman. Bunda sirazi uzib to'lab ketish kerak bo'lsa, bunda qilaman. Sal yumshoqroq, bo'shroq qiladi bu. Bu sal qotiribroq qo'yadi. Buni 200 gram ozroq quysanglar, bunda qilayotgan odamlar bo'lsa, keyin misol sekin tashab kelguncha keyin davom ettirib ketsa bo'ladi. Qarorchi, men bunda qilsam suvni ko'proq quyapman, bunda qilsam ozroq quyapman-da. O'shanga farqi bo'lar ekan-a mishalkaga? Farqi bo'ladi. Atalan qattiqroq olsa kerak-da. Bu atalarni sal qattiqroq oladi. Ko'pchilik O'zbekistonda bundan ishlashadi-da. Ketdik. Aka, voditellar olamiz. Vaqt aka ham ushlab oldik. Vaqt aka to'xtang aka. Yo'q, Aka, qalay bo'lyapti ishlar? zo'r bo'lyapti. Charchashlar yo'qmi? Ha, bir xil. Fikrlaringiz, anaqalaringizni ayting. Hammasi zo'r. Qiyinchiliklar. Akmal akam keldi. Akmal akamni olaylikmi? Ha, Akmal akam olinglar keyin. Keyinsiz, Ha. Bo'ldi. Yuring aka. Voditellarimiz bor, ash Moskvaga nonlar tarqatadi, hozir borib intervyu olamiz. Yuring aka. Kiramikin o'zi? Qani o'zi? Akmal aka, keling. Ichkariga. Issiqroq keling. Bo'ling, jonli efir ketyapti. Odam ko'ryapti. Savol beramiz. Xolos aka. Aka? Xafa bo'lmaysizlar, voditelimiz o'zini ko'rsatishni xohlamadi. Shuning uchun voditellardan anaqa intervyu ololmay qoldik. Xudo xolasa, nimalar sizga qiziq? Bu Navoxonada nimalar qilishimizni xohlaysiz? Nimalar qiziq bo'lsa, izohlarda yozib qolding. Biz albatta keyingi videoda javob beramiz, xudo xolasa. Bungacha vaqt aka videolar olamiz aka, xudo xolasa. Hammaga akam bo'ladi. iPhone olganda
Sog' bo'ling. Aka iPhone olish uchun atmoshalik nima qilish kerak shuni aytib yuboring. Aka iPhone olish uchun nima necha oy ishlash kerak aka iPhone olish uchun? Savollar bilmayman. Ha bo'pti. Akalar ko'rib turdinglar. Ha? Yashiray yeyish kerak. Bosish kerak. Salat qilavering.